Men kosibchilikdan zo'r bo'lib ketdim. Men deydi qurilish materiallarini sotaman, uy quraman, mana shundan zo'r bo'lib ketdim. Mana shu zo'r. Mana shu meni boy qildi. Yo'q. Rizq azali. Kasb sabablardan bir sabab. Yomg'ir yog'averadi. Lekin unga chelakni tutib qo'ysak nima bo'ladi? U kasb bo'ladi. Yomg'ir rizq yog'yapti, Allohning rahmati deb umid qilinyapti, barakasi deb umid qilinyapti. Biri kasb qilib, mehnat qilib, yugurib yelib, halgi chelakni qo'yapti. Unga qancha yog'dirish ham unga tushadimi, ichiga tushmaydimi? Bu narsalarning hammasi Alloh taoloning qo'lida. Ya'ni u qurilish qildi degani, u odam boyib ketdi degani emas. Bir odam deylik shofyorlik qildi, bu odamning ishi yurmaydi degani emas. Bir odam qorovullik qildi, bu odamning ishi yaxshi emas degani emas. Alloh taolo nimani bitgan bo'lsa bir barg Allohning iznisiz yerga tushmaydi. Bir tikon Allohning iznisiz kirmaydi.